Akalar barchaga assalomu alaykum. Samarqand mashina bozoridamiz. Qiziqqanlarga bir qator Sparklardan video tayyorlashga harakat qilamiz. Videoga ham bitta like bosib, kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Like bosib, obuna bo'lish mutlaqo bepul. 2011 dedik a? 2011 avtomat. Kraskasi qanday ekan mashina? Kraskasi top-toza, radnoy. Top-toza. Oldin aplisovkalar qilingan ekan. Motor holatini ko'rinishi kichkina motor. Birlik motor bo'larmidi? Biri birmidi? Shunaqa. Tushunarli. Konditsioner bor a? Konditsioneri bor. Ishlaydi ham yo'q. Zo'r. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? 200 ming. Ha, 200 mingdan oshdi. Tushunarli. Hamma yog'i ishlaydi, xarajatlari yo'q, xudo xolasa. Yo'q, soat mazmun. Xarajati yo'q, benzinda, to'g'rimi? Orqa tomondan. Narxini necha so'rayapsiz? Narxi 5200 deyapmiz. 5200. Tester beraveramizda. Bozor 4,5 deyapti. 4,5 gacha chiqsa. Pochta beraveramiz. Tushunarli. Nomer aka? Nomer 93lik 93 075 075 55 40. 55 40 do'stlar aloqa chiqarasizlar. Qayerda aka mashina? Payariqchi aka. Samarqand, Payariq Chelakda, to'g'rimi? Chelakdan Tushunarli. Xo'p akalar, navbatdagisi mexanika 2014 bo'lganlari zo'r ekan lekin. Gazlari bilan. Metan gazlik, konditsionerlik, hamma yog'i bor. Ikkinchi paytsa. Hamma yog'i ishlaydi aka, konditsioner hamma tomoni zo'r. Kraskasi qanday ekan? Kraskalari toza. Tushunarli. Salonni ko'rsatib qo'ying. Yurgani qancha bo'ldi aka? 60 ming yurgan ekan. Mertiflektor holati yaxshi, 60 ming yurgan bo'lsa. Gaz. Ha, qancha narx so'rayapsiz aka bundan? 5000 kelishamiz, to'g'rimi? Nomeringiz aka? 94 663 77 87 ga do'stlar aloqa chiqarasizlar. Bozorningiz bersin aka. Hop, navbatdagisi 2016 mana bunaqa saka diskasi bor ekan. Ikkinchi paytsa mexanika ekan. Gazlari bor ekan, propan. Abislik, konditsionerlik. Hop. Kraskasi qanday ekan mashinani? Kraska toza. Vakum bo'lgan tamom. Aha. Konditsionerlar ishlaydi, to'g'rimi? Ishlaydi hamma yog'i. Muammo yo'qmi? Xodovoy, motor zo'r emas. Aha. Narxi necha pul ekan? Pakelini propa. Narxi 5,5. 5500 kelishamiz, to'g'rimi? Nomeringiz aka? 91lik 91. Esdan chiqib qoldimi? Chiqol puli hamma yog'i bor ekan. Qayerdagi mashina aka o'zi? Samarqand shahari. Üç 91lik 943 71 71 12 o'rtoqlar aloqaga chiqaverasizlar mana. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Mana orqalari ham. Xo'p akalar, 20-yil bor ekan, shohlik avtomat. Qancha yurgan dedingiz aka? Dinlang bo'lun. 117 ta. 117 ming yurgan. Propan gaz qo'ydim dedingiz yaqinda. Yangi qo'ygan, ol bir oy bo'lgani yo'q. Aha. Bir oy bo'lmoqda o'rtoqlar. Propan gaz ham qo'yilibdi. Shohlik avtomat. Ko'rinishi holatini. Orqa tomonlarini ham ko'rinish. Qayerdan chiqardi bu? Ochib bering. Akajon? 20. Bu qancha? 2200 euro. Avtomatmi? Avtomat. Mana do'stlar, gazi. Zapaskasi ham bor aka, to'g'rimi? Zapaskasi ham bor. Bor ham. Balonlik, kalit, damkrat hammasi bor. Kraskasi qanday dedik aka? Kraska ikkita eshikga bor. Aha. Ozgina miyatini bo'lganida ichkariga kirmagan, ozgina Ichiga miyatini o'tmagan. bo'lganiga kraska qildik, ikkita eshikga. Boshqa joy radno. Tushunarli. Narxi necha pul aka?
Narxini 7200 so'raymiz, aka kelishtirib beramiz. 7200 savdosi bor. Savdosi Nomer- obязательно kelishtirib beramiz. Aha, nomeringiz aka? 99lik 99 539 539 1100. 1100. Motor ходовойlarda shu yo'g'i Shotga bog'lanadi. hammasi. Hammasi zo'r. O'zimning nomimga mashina. Aha. 7 dan pastiga bormi yo'qmi aka? Bor, kelishamiz. Kelishamiz ha. O birinchi pozitsiya mexanika bor ekan, Stalnoy 2013 mexanika birinchi pozitsiya, bes konditsioner. Kraskasi qanday ekan? Radnoy kraska. Ratnoy toza. Qancha yurgan? 80 ming. Yurgani 80 ming. Kamroq ekan. Halol, to'g'rimi? Tekshirib olishaveradi. Mana. Gaz, benzin? Gaz kecha metan qo'ydik, Ha. benzinda yurgan. Yaqinda qo'yildi, to'g'rimi? Kecha. Kuni kecha. Mana. Qayerdan qo'ydirdingiz gaz? O'zimiz qo'ydik. O'zingizmi? Robotchi ekanda buni. Narxi necha pul aka? 4600 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 4600 kelishadigan joyi bor. Nomer 97lik 97 915 915 05 91. 05 91. Bozor qancha savdo qildi aka? 4000 qilishdi. 4000 gacha chiqdi. Gap yo'q. Bozoringiz bersin aka. Kamchiligi yo'q motor ходовойlar. Kamchiligi yo'q. Oladi, Olmaydi. oladi minadi. 22-yil 12000 dedingiz yurgan. 12000 yurgan shohlik avtomat, to'g'rimi? Necha bo'lardi motor? 1-2 bo'lardi. 1-2lik. Gaz, benzin? Yo'q, benzin. Benzinda start stoplari qo'yilgan, pultlari bor, hamma yog'i bor. Mana bunaqa sportivni balonchalar, diska balonlarni ham qo'yib qo'yishdi chiroyli. Avtomat, konditsionerlik, hamma yog'i bor. Bular zo'r qiziq bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Kraskasi 100% top-toza. Muammo yo'q hech qanaqa. Narxi necha pul so'rayapsiz aka buni? 10200 deyapmiz. 10200 kelishamiz, to'g'rimi? 10 dan pastiga bor, to'g'rimi? O'sha taqalaydigani 10000. Ha, mo'ljal Ha. Xizmatiga kelsa agar biror narsa mumkin o'tkazish. bo'ladi aka. Nomeringizni aytib qo'ying-chi. 91 91lik 520 520 48 80. 48 80. O'zingiz nomingizda. O'g'ilchammi? Ha, tushunarli. Ishonchli o'rtoqlar egalaridan tayyor bir mashina. 20-yil 12000 yurgan, kraskasi ham toza. Aylantirmagan zavodskiy o'zi. Bemalol tekshirib olaveradi, to'g'rimi? Aka, bozoringizni bersin. Kanalingizni o'tirmay. Botir Musayev aka YouTube kanal. Do'stlar, navbatdagisi 2020-yil oq Spark. 3-pozitsiya yevro ekan. Oldi eri hisobli so'qqilar. Takoy mana bunaqa 800 gachalar. Qancha yurdi aka? 180 ming yurgan. 180 ming yurgan, kraskasi Toza kraska. toza. Gaz, benzin, propanmi bu? Propandagi. Propan gazlari bilan. Narxi necha pul aka? Narxini aka shu qatorlar 6000, 6200, 6300 deyapti. Bizlar 5800 deyapti, yana o'tib beramiz. 5800 o'tib beradigan joyi bor. Xudo xolasa muammosi yo'q. Motor, ходовой, korobka. Hammasi radnoy turibdi, faqat kazinka almashgan bo'ldi. Tushundim. Hammasi toza turibdi. Nomerni aytib qo'ying aka. 77lik 77 382 aha 0330. 0330 ga do'stlar aloqa chiqaverasizlar aka, bozoringiz bersin. Mayli aka. Ana o'rtoqlar, Spark.